Ana endi navbatni Buxorodagi muxbirimiz Jamoliddinga beramiz. Bu safar qadim Buxoroning eski shahari haqida hikoya qilinadi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum hurmatli jaddi kichkintoy do'stlarim. Ukam Fotima begim zerikib qolgani uchun Buxoroni eski shaharni aylantirish bo'lib keldim. Shu bahonaga siz bolajonlarni ham Buxoroni eski shahariga sayohat qildiraman. Qani bolajonlar ketdik. Akajon, bu yoq chiroyli ekan-a? Ha, bu yer eski shaharning qo'q markazi Labi House deb ataladi. Xullas Fotima begim bilan maza qilib aylandik. Labi House'dagi suzib yurgan o'rdaklarni ham tomosha qildik. O'rdaklar maza qilib suzib yurishdi. Qani edi men ham o'rdak bo'lsam, men ham maza qilib suzib yurishdi. Akajon, ana bu yoqqa eshak mingan bobo bormi? U Buxoromizni afandisi, afandi buvomiz. Foto bera Buxoroga kelgan mehmonlarimiz afandi buvomiz bilan rasmga tushmasdan ketmaydi. Ketdik bilan rasmga tushamiz. Bolajonlar, sizlar ham Buxoroga kelib afandi buvomiz bilan rasmga chiqamizlar. Rasmga tushmaganmizlar. Bilmaydi-da. Biz sizlarga rasm tushib ko'rsatamiz. Kelinglar bir Buxoroga o'zim mehmon qilaman sizlarni. Akajon, nimani o'ylab qoldingiz? Bilasanmi Fotti? Buxoro keng, katta bir tarixga ega joy. Shuni bir qismi afandi bobomiz bo'ladilar. Fotti, senga bir bobomiz haqida gapirib bersam, vaqtimiz yetmaydi-da. Chunki bolajonlarga, do'stlarimga Buxoroni eski shaharni qo'q markazini chiroyli joylarni ko'rsataman deb va'da qilib qo'yganman-da. Orqamizdagi Nodir Devondagi madrasasi. Bu yerda har kun tungi vaqtda sayyohlarimiz uchun har xil konsertlar uyushtiradi. Bu qadimdan qolgan an'ana. Bir ichkarni aylanamiz. Ketdik. Zurikoni, bunu qara, yopshaykoni. Ana buni qara, buni qara. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehmonlarimiz qaysi davlatdan kelishgan? Which countries are the guests from? I am from Scotland in the UK. I'm from Singapore. Buyuk Britaniya, Shotlandiyadan va Singapurdan. Buxoro haqida qisqacha ma'lumot. So this boy is saying Assalamu alaikum, and do you have some things, some words to tell about the book or about your feelings? What do you like in here? I think the architecture and history here is very beautiful. I really like how friendly people are because we see a lot of locals and they all wave to us and talk to us and they try to make us feel welcome here, and I don't think I feel it a lot in big cities like where my country is from. Birinchi aka aytdilarki, bu yerni arxitekturasi, obidalari va tarixi juda ham menga yoqdi, juda ham yaxshi ko'rdim. Ikkinchi akamiz aytibdilarki,
odamlarni mehmondo'stligi, odamlarga, boshqa odamlarga, mehmonlarga ayniqsa nisbatan munosabatlari, qanaqa qilib kutib olishlari, kelgan paytimizda kutib olganlari yoqdi va xarakterlari juda ham o'zgacha, juda ham mehmondo'st, samimiy va xushmuomala. Sog' bo'ling. Kattakon rahmat. Xullas bolajonlar, sayohatimiz sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bolajon kanalidan uzoqlashmanglar. Har bir ko'rsatuvda Buxoroning chiroyli joylarini ko'rsatib boramiz.